Bugun Minecraftning qo'rqinchli afsonalarini tekshirib ko'ramiz. 0. Bu mavjudot haqiqatda ham juda shubhali. Demak, biz seedga shunday yozishimiz kerakki, no escape. Buni tarjimasi ortga yo'l yo'q degan bo'lish kerak, yana bilmadim. Va dunyoni nomini 0 deb qo'yamiz. Tushunishinglar uchun bu o'sha biz qidirib topmoqchi bo'lgan maxluqning nomi. Unda biz o'yinni boshlaymiz. Nihoyat biz paydo bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham yomon hududga o'xshamayapti, juda ham yaxshi bo'laveradi va ko'rib turganingizdek, hozircha bizda oddiy sigir, oddiy qo'y va albatta qishloqlar bor. Ko'rib turganinglardek, bu yer unchalik ham yomon qishloqqa o'xshamayapti. Qanunda biz o'z ishimizni boshlay qolamiz. Ishni birinchi navbatda aytishganidek daraxt kavlashdan boshlaymiz. Tushunarli, hozir biz daraxtlarni qazib olishimiz kerak, ya'ni kovlab olishimiz kerak. Nima qo'ng'iroq chalindimi? Qanaqasiga chalinishi mumkin? U yerda oddiy qishloqlar bor. Qishloqlar chalgan bo'lsa kerak-da. Yana vahima qilaman. Tushunarli. Mana bu daraxtni qaranglar, juda ham ajoyib ekan. Mana shu daraxtni kavlashdan boshlay qolaman. Mana shu daraxtni ham kavlab olsam, oxiriga yetadi-yu, menimcha boshqa qolmadi. To'g'ri, boshqa daraxtlar qolmadi. Endi bularni craft qilib, oddiy taxtaga aylantirib olishimiz kerak. Qani endi qishloqqa sekinasta qaytamiz. Jinurson, qishloqlar qayerga qoldi? Nimagadir hech biri ko'rinmayapti yoki o'rtadamikan, hozir ko'ramiz. Do'stlar, bu yerda hech qanaqa qishloqlar yo'q, hattoki golem ham yo'q. To'xtanglar, qishloqlarni qo'yib turaylik. Bu yerda hech qanaqa hayvon zoti ham yo'q. Qanaqasi yo'qolib qolishi mumkin? Men hech narsaga tushunmayapman. Yo'q, lekin bu yerda bitta narsa g'alati. Nimaga qishloqlar va temir golem yo'qolib qoldi? Shunga men juda ham qiziqayapman. Hech narsani tushuna olmayapman. Mayli, lekin paydo bo'lishi kerak. Menimcha oldinroq aytganimdek, bu menimcha bug bo'lishi kerak. Bu yerda hech qanaqa shaxta yo'q ekan, shuning uchun men yer tagidan qazib ketaveraman. Umid qilamanki, hech qanday lava paydo bo'lmaydi va sekin-asta konga tushaveraman. Va mana yana temirlarni topdik. Endi bularni tezroq qazib olmasak bo'lmaydi. Juda ham ajoyib. Stop, to'xtanglar. Hozir nimadir ovozini eshitdinglarmi? Mana bu yerda nimadir ovozi eshitildi. To'xtanglar, uni oldiga borib ko'ramiz. Jinurson bu ko'rshapalak ekan. Tushunarli. Demak, mana bu yerda turgan qora narsa demak ko'rshapalak edi ekan. Hayrat, juda ham qo'rqib ketdim. Nimadir bor ekan deb. Va nihoyat do'stlar, mana shaxtadan ham chiqib oldik. Endi tepaga ko'tarilish kerak. Juda ham deyarli yetarlicha resurslar to'pladik. Ana endi mana shu yerga uyni qurishni boshlasam ham bo'laveradi. Va uyimizning oxirgi detalini qo'yamiz va bo'ldi. Hammasi juda ham ajoyib. Mana ko'rishingiz mumkin, bizning uyimiz juda ham ajoyib chiqdi. Juda ham ko'p mehnat ketdi bunga. To'xtanglar. Yana o'sha ovoz eshitilyapti. To'xtanglarchi, ana u jitelmi? Do'stlar, haqiqatdan ham u jitel. Hozirroq uni oldiga borishimiz kerak. Bu yerda hech qanday tirik jonzot yo'q edi. Aynan mana shu tepalikda edi. Mana shu tepalikka chiqishimiz kerak va nimaga jitel yo'qolib qoldimi? Yana jitel yo'qolib qoldi. Tushunmayapman, bu dunyoda nimadir sodir bo'lyapti. Aniq nimadir bo'lyapti. Nimagadir hamma joy tinch bo'lib qoldi. Bu menga umuman yoqmayapti. Jinurson. Navbatdagisi esa qonli golem. Albatta, siz bu haqida umuman eshitmagansiz. Va biz albatta yangi dunyo yaratib olamiz va uning nomini qonli golem deb qo'yamiz. Va menimcha hammasi tayyor va endi biz bu dunyoga kirib olamiz. Aytgancha, bu golemni chaqirish uchun dunyoning qiyinchiligini hardga o'zgartirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam golemni chaqirish imkonsiz. Mana men o'yinga kirdim. Lekin bu yerda daraxtlar juda ham ko'p ekan, lekin bu bizga hech qanday xalaqit bermaydi, chunki biz cheatlarni yoqib qo'yamiz. Va nihoyat biz qishloq topdik. Endi ishga kirishsak ham bo'laveradi. Aytgancha, bu qonli golemni oddiy dunyodan emas, Nether dunyosidan chaqirib olish imkoni mavjud. Shunday ekan do'stlar, birinchi navbatda biz Netherga borishimiz kerak bo'ladi va hozir portalni qurib olamiz. Tayyor do'stlar, men tayyorman. Endi bu portalga kirishimiz kerak bo'ladi. Qani, unda ketdik. Qonli golem, biz sening dunyoingga keldik va nihoyat Netherga chiqib oldik. Endi bizga nima qilish kerakligini albatta bilaman. Hozir bizga golem yasash kerak bo'ladi. Endi bizga mana bu yerda golem yaratish kerak bo'ladi va biz endi golemlarni yasab olamiz. Iloji boricha ko'proq golem yasagan yaxshi, chunki internet o'qidim, shunday qilish kerak ekan. Mana birinchisi va ikkinchisini ham yasab olamiz. Mayli do'stlar, shunisi oxirgisi bo'ladi va golemlarni yasashni to'xtatamiz va mana bo'ldi, tayyor. Endi do'stlar, bu golemlarni ketishini kutib turamiz va men keyinroq kelaman. Wow, menimcha golemlar ketib bo'ldi. Endi menimcha ularni qidirib topa olmaymiz ham. Endi biz portalga kirishimiz kerak bo'ladi. Menimcha men tayyorman. Endi kiramiz.
Mana do'stlar, portaldan chiqdik va tushunmadim bu daraxtlar qayerdan paydo bo'lib qoldi. Men bu qanaqa gullar bo'ldi? Nimaga bu yerda daraxtlar bor? Oldin kirib ketishimni portalda yo'q edi. Men hech narsaga tushunmayapman do'stlar. Va qishloqning o'rtasida qandaydir quduq paydo bo'libdi do'stlar. Bu umuman tushunarsiz. Jin ursin. Nimaga meni menyum g'alati bo'lib qoldi? Men hech narsaga tushunmayapman. Nima? Kim meni suvga itarib yubordi? Tushunmadim. Bu qanday ovoz bo'ldi? Tezroq chiqishimiz kerak. Hozir men jon yo'qotyapman. Hozir chiqamiz. Mana bu blokni qo'yamiz va bunisini ham qo'yamiz. Do'stlar, qaranglar, bu yerda qonli golem, mana ko'rib turganinglardek qonli golem qishloqda yuribdi. Do'stlar, bu ishim qanchalik noto'g'ri bilmadim, lekin men qonli golemga o't ochib ko'rmoqchiman. Yo'q, do'stlar, u bizni qulayapti, do'stlar. Nima bu buncha tez yuguryapti? Yo'q, do'stlar, u bizni o'ldirib qo'ydi. Qanday qilib u bunchalik tez yugurishi mumkin? Men bunga umuman tushunmadim. Bu mavjudot Entity 303. Uni faqatgina Bedrock versiyada topishimiz mumkin. Mana do'stlar, o'yinga kirib oldim. Endi Entity 303 ning dunyosiga kirib ko'ramiz. Uning uchun biz mana bu sitga yozishimiz kerak. 289 84 90 25. Ha, aynan shu sitni yozishimiz kerak. Endi biz o'yinning ichiga kiramiz. Ko'pchilik insonlar Entity 303 ni yangi Herobrine deb o'ylaydi. Bu ma'lumot aslida 2013-yil dekabr oylarida paydo bo'lgan. Do'stlar, men o'yinga kirdim, aynan mana shu yerda paydo bo'ldim va mana bu yerda kema qoldiqlari bor ekan, lekin bu bizni umuman qiziqtirmaydi. Biz birinchi navbatda kreativ rejimga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Kreativ. Qanaqasiga okean tubida bunday narsa bo'lishi mumkin? Do'stlar, okean tubiga qaranglar, mana bu narsalar cheksiz davom etaveryapti. Bu juda ham tushunarsiz do'stlar. Men quruqlik topdim, lekin bu yerda qandaydir g'alati narsa borga o'xshayapti. Qaranglar do'stlar, bu yerda ham xuddi shunday. Qanaqadir kattaroq iz bosilgan va u deyarli bir xil do'stlar. Qaranglar, deyarli bir xil narsa takrorlanaveryapti. Va daraxtlarda ham xuddi shu narsa davom etyapti do'stlar. Bu yerda deyarli hamma narsa xuddi shunday davom etmoqda. Ketma-ketlik bir xildek tuyulyapti. Do'stlar, men sizlarga hozir Frankining xatini o'qib bermoqchiman. Bu xuddi shu mavzumizga asoslangan hikoya. Salom Speed, men Frankiman. Har kuni men va Jon odatdagidek serverda o'ynayotgan edik. Bir kuni mening ekranimda g'alati narsalar paydo bo'ldi va chat spam qilindi va 303 ekrani paydo bo'ldi va mening kompyuterim ishdan chiqdi. Do'stlar, eshitganingizdek, bu xat ham bizning mavzumizga deyarli asoslangan hikoya. Kelinglar, yaxshisi End portaliga kirib ko'ramiz. Do'stlar, men End portaliga kirdim va bu yerda ham xuddi shunday narsani ko'rishingiz mumkin va bu juda ham g'alati holat. Va mana ko'rib turganinglardek, bu narsa juda ham takrorlanaveryapti va xuddiki bu juda ham cheksiz davom etadiganga o'xshayapti. Va mana shu yerga qo'yamiz va bu yerga biz Entity 303 ga xat qoldiramiz. Misol uchun nima desak bo'ladi? Misol uchun hay yoki salom deb qo'yaylikchi, bo'ldi. Mana do'stlar, chiqamiz va endi mana shu dunyodan chiqamiz va bu yerdan keyinroq xabar olamiz. Keyingi mavjudot Villar. Bunday nomni birinchi marta eshitib turishim. Hozir biz uning serveriga kirishimiz kerak. Bu bitta dunyoda joylashmagan, uning serveriga kirishimiz kerak. Demak, bu yerga oddiy Villar deb yozamiz. Mana Villar bo'ldi va bu yerga ham Villar bir tochkani yozamiz va bu yerga kiramiz. Villar o'zi jahldor qishloq va u birdan yovuzga aylanmagan. Uni qandaydir yo'l bilan yovuzga aylantirishgan. Shuning uchun ham u mana shu qishloqlarda daydib yuradi. Qaranglar, Villarni uyg'otishimiz uchun bizga mana bunday lava kerak bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, hammasini tayyorlab bo'ldim. Endi bizga mana shu yerga qishloqlarni tashlashimiz kerak bo'ladi. Mana bularni ko'pgina tashlayveramiz, chunki bizga bu kerak va Villarni uyg'otishimiz uchun mana shu narsa kerak bo'ladi. To'g'risini aytganda, bu menga juda ham yoqyapti. Bilmadim nega, bu menga juda ham yoqyapti. Mana do'stlar, hozir ishimizni yengillashtiramiz va bu tugmani bosamiz va mana tayyor. Qishloqlar juda ham ko'payib ketishdi. Menimcha yetarli. Bo'ldi, buni o'chiramiz. Bo'ldi. Endi o'chirdik va bo'ldi do'stlar, hamma qishloqlarni sochib tashladi va bo'ldi. Endi biz qishloqdan xabar olsak ham bo'laveradi. Va bularni yuziga qaraymiz. Yo'q, bu odatiy, tushunarli va yana qishloqqa, mana do'stlar, yana bitta qishloqqa uni oldiga borib ko'ramiz yana. Hoy, menga qara. Ha, bu ham odatiy va bu yerdagilar ham odatiy. Tushunmadim, bu menimcha ish bermayapti. Hozir bu yetarli degan emas. Yana qishloqlarni ko'ramiz. Menimcha hali tugamadi. Ko'plab qishloqlar mana bu quduq oldiga yig'ilib olishdi. Men umuman hech narsaga tushunmadim. Mana ko'rishinglar mumkin, hamma qishloqlar shu yerga yig'ilib oldi va mana bu qishloqning yuzini ko'ramiz. Hoy, menga qarachi. Bu hech narsa emas. Ha, bu oddiy qishloqqa, tushunarli. Nimaga u uyni eshigi bunchalik ochiq turibdi? Men tushunmadim. Xo'p, ichiga kirib ko'ramiz va hech narsa yo'q. Tushunmadim. Odatda mana bu yerda nimadir bo'lishi kerak edi va qandaydir bochka, buni ichida nima bo'lishi mumkin? Qandaydir kitob do'stlar.
Bu kitob bunday bo'lmasligi kerak edi. Qani ichini ochamiz. Kech qolding. Yo'q. Buni kim yozgan bo'lishi mumkin? Bu serverda aniq kimdir bor. Yo'q, jin ursin. Bu yana kim? Bu yana nimasi bo'ldi? Yo'q do'stlar, men bunga qaray olmayman. Qaray olmayman. Nima bo'ldi? Men uni oxirigacha ko'ra olmadim. Serverdan otib yubordimi? Do'stlar, bu umuman olganda juda ham g'alati. Jin ursin. Bu yana nimasi? Navbatdagi mavjudot juda ham ko'plab qo'rquvlarga sababchi bo'lgan Herobrine. Tushunganingizdek, hozir biz Herobrinening dunyosiga yo'l olamiz. Uning uchun albatta mana bu joy, Seed degan joyga biz yozishimiz kerak bo'ladi. Ortga emas. Shunday yozishimiz kerak va bo'ldi. Birinchi navbatda dunyoga kirganimizda mana bu chanklarni pasaytirib olamiz. Iloji boricha pastiga qo'yamiz va bo'ldi. Chunki bu qochishlarga sabab bo'lishi mumkin. Endi do'stlar, bu sirli dunyodan biz 11-diskni qidiramiz. Do'stlar, men piramidani topdim. Endi uning ichiga kirishimiz kerak. Iloji boricha tezroq borishimiz kerak. Do'stlar, piramidaning oldida qandaydir g'alati sandiq bor ekan. Qani ichini ochib ko'ramiz va bo'mbo'sh. Tushunarli. Demak, endi piramidaning ichiga kiramiz. Xo'sh, hech narsa g'alati emas. Qani endi buni ichiga tushib ko'ramiz va menimcha hammasi joyida va bo'ldi. Tushunmadim. Qanaqasiga bu yerda mana bunday qumlar paydo bo'lishi mumkin. Sandiqni ochamiz. Va men mana bu sandiqdan olmos topdim do'stlar va qolgan sandiqlarning ichida umuman tushunmadim do'stlar, nimaga qolgan sandiqlarning ichi bo'sh? Buni umuman tushunmadim. Jin ursin. Tepadagi sandiq ochib yopildi. Eshitdinglarmi do'stlar? Qandaydir sandiq ochib yopildi. Hozir tepaga chiqib ko'ramiz. Qani, hozir tepaga chiqamiz va yo'q. Bu yerda hech kim yo'q do'stlar. Qanaqasiga bu sandiq hozir qandaydir sandiq tepadan ochib yopilgani ovoz eshitildi, lekin bu yerda hech kim yo'q. Va nihoyat do'stlar, mana bu sahrodan chiqib oldik. Mana bu daraxtlarni ham ko'ryapman. Do'stlar, bu o'rmonning chegarasi umuman ko'rinmayapti. Atrofda hech qanday tirik jonzot ham yo'q. Mana bu o'rmonning ham chegarasini topdim. Bu nimasi bo'ldi? Men hech narsa tushunmayapman. Buni nimaligini bilaman. Buni qo'yib ko'ramiz. Nima do'stlar, eshitdinglarmi? Nimadir ovoz chiqyapti. Tushunmadim. Hech narsani eshitmayapman. Hozir do'stlar eshitib ko'ramiz. Qani endi eshitishga harakat qilib ko'raman. Don't do it. Bu nima degan do'stlar? Men umuman tushunmadim. Don't do it deyapti. Buni tarjimasi adashmasam, bunday qilma degani bo'lsa kerak. To'xtanglar. Mana bu chanklarni avvalgi holatiga ko'taramiz va tayyor. Jin ursin, bu yana nimasi bo'ldi? Tushunishimcha bu yaxshilik alomati emas. Umuman hech narsa yoqmayapti. Jin ursin, bu eshik qayerdan paydo bo'ldi? Umuman hech narsaga tushunmayapman. Buni ichida nima bo'lishi mumkin? Qani, unda men hamma narsaga tayyorman. Ochib ko'ramiz. Yo'q. Bu narsa qayerdan paydo bo'ldi? Qani uni ichiga kirib ko'ramiz. Kirib ham oldik. Bunda nima deb yozilgan? Orqangga qarama. Men bundan xavotir olmayapman. Axir bu Entity 303. U meni oldimga yaqinlashyapti do'stlar. Uni tushirib yuboramiz, o'ldiramiz, tushirib yuboramiz. Qani bo'ldi. Bo'ldi do'stlar, uni o'ldirdik. Yaxshi, uni o'ldirdik. Yo'q, bu noto'g'ri. Entity 303 slain by. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Yo'q.